Nech pul boya tog'a? Kamiga qo'sh 7 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti. Qochinglar akalar, qochinglar. Qochinglar. Qoch. Bozor tozibdi, haromi. Nech pul aka? 8 million. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli chorvadorlar. Bozor shamolini kuzatuvchi qadrdonlar, sizlar uchun yana Marhamat bozorida chiroyli qilib video obzorni boshladik. 2025-yil hafta kuni yakshanba 11-dekabr. Akalar, soat millari 7:23 ko'rsatyapti. Sizlar uchun mehnatdamiz. Akalar, yomg'ir yog'ib, hayvon kam, boricha chorva kirganicha chiroyli qilib syomka obzor qilib beramiz. Sizlardan bir dona like bosib, podeshka qilasiz. Sizdan hech narsa ketmaydi. Like bosib qo'yganlar otasiga rahmat. Videodan uzoqlashmay, novvoslar, xonazirlar chiroyli qilib videorolikni boshladi. Bugun dollar kursi Marhamatda 1 million 200 ming so'm ekan. Dollar kursini ham so'rab qo'ydim. Musofirda akalarimiz uchun. Boshladi akalar, xudo xolasa. Hoppa. Qaysi biri aka? Mashina. Nech pul? 700 ming bering. Valaka bilan foqani. Nech pul? 9 million 300 ming so'm. 9 million 300 ming so'm. Bular ishlaydi bular. Yo, unda aka men sotib olib, valaka bir-birimizga beramiz. Yaxshi bozorini bersin. Hop. Eston o'zi nech pul? Nech pul bering? 8,5 deyapti aka. 8,5. 8 million 500 ming. Dehqonchilik, a? Dehqonchilik. Nima deyapti bozor aka? 71 qilyapti aka. 71. 71 ga qo'shib sotib yuborasiz. Gap yo'q. Nomeringizni berib qo'yaylik ishqibol. 94. 394 394 94 70. 94 70. 70. Aloqangiz ko'rasizlar, hurmatli onalar. Mana ham savdo bo'ldi. Nech pul aka? Ali shvet sotdim. 9 million so'm savdo bo'ldi. Qasini? Ali video oldingizmi? Nomeringizni qo'yib qo'ying. Sotasiz-da, shuncha nomer qo'yavering. 700 ga. Bu boshqidagi 3 oylik. Yo'q-a? Qatga berdingiz? Qatga berdingiz? 723 ga o'rnida qisirdi. Qatga sotdingiz? Farg'onaga. O'tgan hafta sotdingizmi? O'tgan hafta nomerini qo'ydi akamiz, xonasini bor edi ekan. Sotibdi, rahmat aytgan. Gap yo'q. Bilmadim. Oborib bular sotdimi? O'zlari akelib solib ko'ring. 3 oylik o'tgan. Voy malades. Gap yo'q, 3 oylik chiqdi. Nech pul deyapsiz aka buni? Nech pul so'ray? Ayting-da, narx aytmasa so'ralimman-da. Hoji bobo sizdanmi? 12 million kam bor ekan. Dehqonchilikmi bu? Hoji bobo? Dehqonchilik. Marhamatdan dehqon akalarimizdan ko'rsating degan akalarimiz uchun dehqonchilik. Omma chiroyli xonasini ekan. Gap yo'q. Bozor nima deyapti Hoji bobo? Bozor 82 qildi. 82. 8 million 200 ming so'mga berilmayapti. Mol omma sifati yaxshi, chiroyli narsa ekan. Dehqonchilik narsa. Aka, nomeringizni berib qo'yaylikmi ishqivoziga? Boboda avvalo sotib oling yaxshi pulga. Gap yo'q. O'tyapti ham o'sha aka kapchongali turibdi-yu. O, soqoli bor aka. Nomeringizni qo'yib qo'yaylik desam, aka sotib olamiz deb siz qo'yavering, yaxshi xonani olib chiqqanaqa, shunaqa chiroyli, sifatli shvet olib chiqqan ekan. Majburlab yurib nomerini oldik. Hozir endi rahmat ayting aka, o'tgan hafta nomer beruvdingiz, sotib yubordim farg'onaliklarga. Rahmat deyapti. Bozoringizni bersin. Yaxshi narsa ekan. Tavsiya qiladi ham. Gap yo'q. Mana savdolar qizyapti. Bitta ariqdan suv ichganlarga nech pul beryapsiz? 9 million beryapti. 99 million. 13 kam bor deyapti. 13 million hayro. Buqa? Qancha? Buqacha. Bundan so'ngi omad like bosinglar. Gap yo'q aka, joni sog' bo'lsin. Yaxshimi?
Bozorni. Qaysi mol aka? Akam bizdan mol olgan, birat. Qo'yadan aka. Alixon akani tanishtirib qo'ydim, ancha keyin pech berdingiz sizga, to'g'rimi? Alixon aka doktor. Rosa. Nech pul qilishdi aka? 10,5 so'm. 10 million 500 ming so'm savdo qilishyapti. Siz nech pul dedingiz? Nech pul dedingiz? Yo'q, men aytmadim, to'g'risi bozorga birligida chiqqanim yo'q edi. Narx Aytganman-ku. narx aytmasdan savdo qilgazyapmi? Narx ayting bo'pti. Nech pul boy ekan bu? 13 million. Buqami bu? Buqacha. Oq tumshuq, oq quloq, shu yercha. 13 million kam bu. Pul berishdimi? 10 11 million. 11 ga qo'yib sotib yuborasiz. Ishqibozga nomer ham beraverasiz. Yo'q, Bermaysiz. Baribir sotib yuborasiz. Bozoringiz bersin. Yaxshi pulga soting. Boringiz. 11 million bo'lsa, to'g'risi o'tib bering aka. 11 ga qo'ying, 11 ga olsin bo'ladi. To'g'risi aka, 10 million 600 ming so'm yo'q. Shunday demang aka. Dehqondan dehqonga ketar ekan, bering. Shunaqami aka? Savdolar qizyapti lekin. O. Nech pul tog'a? Qani, uni jarib beraman, kel qo'yib bering. 13 million 500 ming so'm. Tekkiz mol aka. Sanisiz? Bozorimiz. Bering. Novos bozoriga o'tib ketibmiz. Xo'p, qochma buqalardan ko'ramiz. Bu boriga odam chetda bo'lib qoldi. Endi. Yo'q, Tamam, indiryapsiz. Tashlab bering. Bir aylanib ko'ring. Did ko'tarsa. Qo'lingizda pul bo'ldimi? Narx ayting. Voy boy aka, narx ayting. Narxingizga qarab savdo qiladi. Aytmasangiz qiyin. Aytdingizmi? Nech pul dedingiz? Men bozorga chiqqanim yo'q. 15 kam bor, bu yog'ini Yaxshi. so'rasangiz ham beraverasiz dedim. To'g'ri, gap yo'q. 15 million kamaydi. Aka nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz? Buqa. Nech pul? Siz olmayman, hijolat olmayman. Molingizni bo'yiga, sizni bo'yiga tushmaydi-yu. Chiroyli mol aka ama. Nech pul qilishyapti? 13 million 800 13 million 800. 14 ga berib yuborasizmi? Bermadingizmi tevarog'iga? Gap yo'q. Ishqibozga nomer beraylikmi? Voy boy aka, menga qarang. Nomer beraylikmi? Nomer beraverasiz, hozir sotib beramiz. Ha, bo'p, sotib yuboring. Yaxshi pulga soting. Xo'p. Qaysi mol aka? Qaysi? Sariqmi? Nech pul? 11 million 800 ming so'm. Mana. Ama chiroyli nech pul? 20 kami bor. Nech pul qilishdi? 15 qilyapti. 20 million so'm kami bor, 15 million savdosi bo'lyapti. Ovan ovoz chiroyli, sifati bor, xon ovoz aka. Gap yo'q. Beringlar, olinglar, sotinglar. Hatto nima qizyapti? Asmol savdo bo'lgan. Buqami? Nech pul? 14 ga bermayapti. 14. Sizlarni tanimayman. Hozir gapini oldim men. Menga shundan 14 million qilishyapti. Shu buqam. Ha? Yaxshilik uchun 14 million qilishayotgandir axir. Charchamayapsizlarmi? Chiroyli narsa lekin. gap qo'y deyapti. Bo'pti, beringlar, olinglar. Kelishinglar. Chiroyli narsa ekan lekin. Bozorini bersin. Televizorda chiqasiz, bozor shamolida chiqasiz. Ha. Bo'l, sizni olaman.
Xunajini zo'ri chiqibdi, hurmatli obunachilar. Qarang. Tekis xunajini ekan. Yo'q, gapirib qo'yingmi bo'lmasa lag bosmayotganlarga. Yo'q. Aka nech pul deyapsiz buni? Malada. 20 million kami bor ekan, shved xonasini ekan. Rahmat, salomat. Chiroyli narsa ekan. Savdo qilishdimi aka? Mana 200 kam. Yo'q, ancha bor bu. Nech pul aka? 200 kam 15. 200 ham bering. Ha, bo'ldi, ber. Bering. Bo'ldi, mana. 15 million so'm. Gap bo'lsa ber. Duslab qo'yib shekilli. Yaxshi qilibsiz-da, hozir qish kunida issiq bo'lsa molxona tushishda oldin olgan. Mana shu narsa. Uylarda mol bo'lsa, qarang, omadek chiroyli narsa. Davom etamiz. Mana shu yerda qochma buqalarni ham, xonasilarni ham ko'rib qo'yamiz. Bozorda qandaydir yomg'ir-u. Yomg'ir yoqqan uchun chorva kam degan. Nech pul boy tog'a? 16 million. Bozor nima deyapti? 16 kami bor. Endi savdo qilishyapti. Dehqonchilikmi bu? Dehqonchilik molimiz ekan shana. 16 million kami bor, savdosi hali bo'lmadi. Bugun chorva kam bozorda, xudo xolasa sotilib ketadi. Ana ola sotilibdi-da uni, haya qilishyapti. Oxirini isplab bitta bilib qo'yaylik mana shuni. Voy, nech pulga yiqildi? 200 ga sindingizmi? 14 million. Uzoqqa bormadingiz. Gapi. Kim? So'ya odammi? Yo o'zimi? Voqqani. Yaxshi mol oldingiz. Puli ham jo'n bo'ldi, xudo xolasa. Maza qilsin. Voy boy aka, charchamayapsizmi? Pisoyay ancha yaxshi qilib qo'ydi, marhamat bozor yoz kunida changdan turib bo'lmasdi bozorda. Boy tog'on nech pul deyapsizmi? Savdo bo'lyapti shekilli. Aka savdo bo'lyaptimi bu? Nech pul deyapsiz? Ha, nima deyapti bozor? Bozor 16,5 ga bor. Xo'p, 22 million kam bor ekan, 16 million qilishyapti, kim bermayapti? Yarim, 16 million 500 ming so'mga sotilmayapti. Dehqonchilik, Yo'q, yaxshi pulga sotiladi. Zo'r. Mana nima deyapti mana bu qani? Chiroyli ekan. Savdo bo'lyapti. Nech pul verdingiz aka? 18 million 500 ming so'm savdo qilyapti. 18 million 600 ming so'm. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa kechki paytga ikkinchi partiya videoni, sigir bozorini video qilib beramiz. Akalar, xudo xolasa birinchi partiyani ham ko'ring. Shu Novos bozorini ham tugatib chiqdik, yosh xonazim Novoslar. Ikkinchi partiya sigir bozoriga ketdik, hujumdamiz. Like bosib qo'yganlarga otasiga rahmat. Bizni like bosgan, haqiqiy bizning mehnatimizni qadriga yetgan insonlar like bosadi. Xudo sigir bozoriga ham ketyapmiz, yo'llarga katta Novoslarni ham ko'rib o'tib ketamiz. Bu o'ta savdo qizyapti ekan. Xudoga shukr. Bitta katta Novosni ham ko'rib qo'yaylik. Za bozor avjida ekan. Kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Ko'rib turibsizmi? YouTube'da bozor shamoli yozuv bor. Oxirida podpisatsiya yoki obuna bo'lish bor. Ustiga bir dona bossiz. Podpisatsiya. Qaysi biri baraka bo'ldi? Qaysi biri? Qorami? Nech pul? Hurmatli obunachilar, tri vaznga 61 ming so'mdan 5 kilo skitkasini hisoblashib olishibdi akalarimiz. 61 ming so'mdan. Mana. Misol 500 kilo bo'lsa, 5 kilo chiqarib olasiz 500 dan. Bo'ldi, shu hisobda 61 ming so'mdan pul sanab beradi. Tarozga chiqargan, xudo xolasa tarozini ham ko'ramiz inshaalloh. Videodan uzoqlashmay, Novos voqea ekanlarga videolarimizni jo'natib qo'yaverasizlar. Tayyor sizlar uchun bitta mana sveji holatda baraka. Oma jonivor buzib kirdi bozorda. Ketdi. Tarozga qo'yishar ekan, hozir bilamiz. Xo'p, kommentariyada yozib turinglar, tezda. Nech kiloni urib oladi?
640 kilo. Aka necha kilo chiqaveradi? Mo'ljalla. 640 kilo. 670. Aka necha kilo urib yuboradi? 650 kilo. Barakasini bersin. 660 kilo. Tavakkal aka. Necha kilo urib yuboradi boy aka? 650 kilo. Men 660 kilo oldim. Ko'rdinglar, 4 ta odam, 4 ta 5 ta odamdan so'radim. Mana tarozi. 630. Ha, yaxshi emas. 660 deydi, 650 deydi. 630 hozir toq deydi. 600 kilogram. O'zi zanjirim. Qizaradi hozir. 633 kilo. Ha, to'xtasin. Bo'ldi. 35 kilo. O 634 da to'xtadi. 34'e 634 kilodan 5 kilo chiqarib yuboradi. 61 ni ko'p aytirib qo'ysangiz, xudo xolasa ovozi bahosi chiqadi. Gap yo'q. Hamma chorvasi Alloh baraka bersin. Manfaatli video qilib berdik degan umiddamiz. Rahmat hammaga, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Sigir bozoriga ketdik biz.